sog'ligim tufayli attestatsiya jarayonlarida qatnasha olmadim. Ba'zilari o'sha attestatsiya jarayonlari paytida, test sinovlari paytida farzandli bo'lganligim sababli qatnasha olmadim deb yozishyapti. Bularga imkoniyat beriladimi? Demak, rahmat savol uchun. Demak, bu yerda 572-son Vazirlar Mahkamasining qarorida o'zi qo'shimcha test olish degan norma yo'q u yerda. Lekin biz hozirgi kunda barcha hududlardan uzrli sababga ko'ra test sinovlarida qatnasha olmagan pedagoglarni ma'lumotini yig'yapmiz va uni o'rganib chiqamiz va shu pedagoglarni ma'lumotni o'rganish jarayonida keyin qaror qabul qilinsa bo'ladi. Yana bir marotaba ular uchun alohida test qilib beramizmi yoki yo'qmi degan. Hozirgi kunda o'rganishlar ketyapti. Chunki uning orasida ko'pchilik kechga qolgan yoki o'sha kuni nimadir o'zini ishi chiqib qolgan, ya'ni orasida bor uzrli sabab bo'yicha kela olmay qolganlar, no aksariyatida unday emas. Yoki yana bitta narsa, buni ham aytib o'tish kerak. Mana bir necha marotaba hamkasblar tomonidan ham, men o'zim ham aytdim, shaffof, adolatli tizim tashkil etildi deb. Ko'pchilik ustozlar, agarda biz statistikaga qaraydigan bo'lsak, boshida, ya'ni test sinovlari boshlangan paytda test sinovlarida qatnashmaslik holatlari bo'ldi. Nimaga? Chunki o'sha eski tizimni qumsayotganlar aytdiki, san to'xtab turgan, oxirida yana qo'shimcha test bo'ladi, o'shangacha yo'lini topamiz biz deyishgan. Ustozlar shu yo'l bilan ko'pi aldanib qoldi. Shu sababli ham hozirgi kunda biz har biri bo'yicha alohida o'rganish qilyapmiz. Ya'ni uzrli sabab bo'yicha qoldim deydi, qolib ketdim desa, shu uzrli sababini o'rganib va bu bo'yicha keyin qaror qabul qilinadi.